Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Mana ishlar yakunladik. Katta ustalar şeyda. Xolos mana uyimiz ichki tarafdan ko'rinishi. Ko'rishingiz mumkin. Bu taraf bir etaj. Bu tarafimiz ikki etaj. Bunimiz ravatxona. Kanalizatsiyalarni mana yana bir bor ko'rsatib ketaman. Patologga ilib hammasini uklonini olib mana yonboshlaridan. Hammasi joy-joyiga chiqib, devor bilan o'yib tiqib, ko'chaga olib chiqib tashlaganmiz. Buni davomini hozir ko'rsataman. Birinchi etajimiz hammasi butunlay to'pli pol bo'ldi, ko'rishimiz mumkin mana. 150 kvadrat joy mana. Kaldektorlar mana addellarning konturlari 50-60 metrdan oshmagan mana ko'rishingiz mumkin. Turbani ham ekonom qilib mana ko'rishimiz mumkin. O'zi joylariga press muftalar bilan ulab ketganmiz. Mana endi koridorimizda turibdi press mufta. Hammasi davleniyalarda tekshirilgan xudo xolasa. Har bitta xonamizda mana ikkitadan kontur. Bitta, ikkita. Shagini 15 dan tashlaganmiz mana. Ko'rishimiz mumkin. Suvlar tagidan o'tib ketgan. Hammasi suvlar mana ikkinchi etajga kirganimiz. Yana bitta xonamizda ikkita kontur, undan tashqari ikkinchi etajda hammomiga to'pli pol. Mana bitta sovuq suv, ikkita suv berganmiz. Suvlarni retsirkulyatsiya qilganmiz aytganimdek. Suv bir dona anaqa bilan aylanib turadi nasos bilan. Doim suv bo'ladi xudo xolasa. Ochishi bilanlar. Hammasi devorli ichiga ko'miladi. Tepalarni ham ko'rsatamiz. Paravoylarimiz har bitta xonaga bittadan paravoy bor. Ichkariga ko'mma bo'lgan paravoylarimiz. Joylar tayyor ekan mana. Ko'rishimiz mumkin. Bu xonalarda ham bor paravoylar. Bunimiz mehmonxona, bog'chaga qaragan, to'g'risida bu yerda ham ikkita kontur, ikkita paravoy. Bunimiz mana kollektor, kollektorda rasulda menday kollektor qo'yganmiz mana. Qo'llarni ochib ko'rishimiz mumkin. 12 ta kontur, vozdux hammasini graduslar mana hamma yo'g'i через podval ulanadi xudo xolasa. Bunimiz yotoqxona. Bu yerda ham ikkita kontur bo'lgan, hammom bilan bildiman. Hammomimiz chashagin, mustahab, bularni ko'rsatganman xudo xolasa mana. Suvlarimiz bor. Suvlar tekshirishga ulanganmiz. Bu joyimizda rakuyna chiqadi. Eng qizig'i anaqa qilib qo'yganmiz. Bu birinchi etajdan, ikkinchi etajdan ham havoni tepaga tortib turish uchun kanalizatsiyaga ulab qo'yganmiz. Kanalizatsiyaning havosini tortib turadi. Endi hozir ikkinchi etajni ko'rsataman xudo xolasa. İkinci etajga polni havo chiqib ketgan mana, kanalizatsiya bilan. Tomning ichiga havoni tortib turadi. Ikkinchi etajlarimiz paravoy bo'lmagan. Bular kelajakda bo'lar ekan, xudo xolasa mana. Biz ikkinchi etajda hammom aytganimdek suv, rakuyna mana ikkinchi etaj kanalizatsiyasidan ham tepaga bitta havo chiqarib qo'yganmiz. Hidiga. To'pli pollar, chashagin, mustahab, smeshtitelь, kir mashina, bu joyga tahoratga joy, bu jonimiz dushga joy mana. Hammasi retsirkulyatsiya bo'lgan mana. Tashqaridan videoni ham ko'rsataman mana. Balkondan chiqishimiz. Kolodosimizni ham tashlashib ketdi. 4 ta kolodos ketdi. Hozir pastga olib tushib ko'rsataman. Ko'chaga chiqdik. Kanalizatsiyamizni bu tarafdan kavlab, cheka bilan olib borib, kecha tashlaganmiz kolodosga, xudo xolasa. Kolodos akalarimiz 4 ta kolodos tashlash berdi. 3 ta 1 metrligidan bitta 60 metrlik ketdi. Chuqurliklar juda ham chuqur. İkincisini bu buchadan olib kelib ulaganmiz. Hozir ikki tarafini ko'rsataman uni. Mana podvalga tushib oldik. Kollektorimiz turbalari, mana kanalizatsiyalari ham hammasi osma bo'lib, betonga qatgan. Ukloni bilan kelib, mana ukloni bilan buchadan chiqib ketgan. Mana bunimiz paravoyli turbalari. Kelajakda mana shu joyga xudo xolasa katyol qo'yamiz. Ariston 80 talik bir tonnalik bochkamiz.
ishimchi nasosimiz har doimgidek. Bu joyimizda ham har doimgidek ham kachalkadan tortadi. Shu burchakdan kachalkan turbalarni ilib berganmiz. Ham vodoprovoddan oladi. Bu joyimizga retsirkulyatsiya qilganmiz. Mana bir dona 25-6 nasos qo'yib turib, suvni birinchi skoroskda doim aylantirib turadi mana, xudo xolasa. Uzoq masofa bo'lganligi uchun oshxonalarga ham suvlar ketgan, doim suv boradi bu taraflari. Podval qismi tashqaridan kavlab olib kirib tashlaganmiz. Bu joyimizga suv uchotchilarni qo'yib ketganmiz mana. Bitta suv, bitta vodoprovod, bitta kachalka, bitta suvni qaytib chiqib ketish. Hozirgi pot pishinglar, xizmatlar bo'lsa bu xizmatdamiz, xudo xolasa.